Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Iltimos shu videomni oxirigacha eshiting. Alloh uchun faqat. Alloh uchun. Bilaman, meni ko'rib turganlar kimgadir yoqmayman, kimdir meni yoqtirmaydi, yomon ko'radi, bilaman buni. Aniq bilaman. Faqat Alloh uchun eshiting, iltimos qilib qolaman. Alloh kechirguvchi bandasini inshaalloh yaxshi ko'radi. Sizlardan o'tinib so'rayman, yolvorib so'rayman. Alloh uchun kimniki bilib bilmasdan xafa qilib qo'ygan bo'lsam, iltimos meni kechiringlar. Iltimos qilib qolaman. Meni ko'rib turgan akalar, ukalar va opa-singillar, Alloh uchun iltimos qilib qolaman, yolvorib so'rayman. Meni kechiringizlar. Men sizlarni hammalaringizni kechirdim. Meni ham kechiringizlar, iltimos qilaman. Inshaalloh musofirda duosini Allohim qabul qiladi. Musofirimiz buni musofirda yurganlar musofir dardini biladi inshaalloh. Hamisha musofirda yurgan akalar, ukalar va opa-singillarni eng avvalo Allohim o'z panohida asrasin. Inshaalloh zerikmasdan doim xursand bo'lib ishlab yurish hammamizga nasib aylasin. Eng avvalo mana bugun inshaalloh Ramazonning birinchi kuni Allohimga behisob shukr. Ramazonga yetkazganiga shukr, Allohga shukr. Inshaalloh bizlarni yanagi yil Rajab oyiga, mana shu kecha kunduz Ramazon oyiga, Qurbon hayitlarga inshaalloh hammamizni Allohim yana yetkazsin. Inshaalloh biz hamisha duo qilib, biz musofirmiz, uydagilarimizni, ota-onamizni, oilamizni inshaalloh duo qilishimiz kerak. Qo'shni qarindoshlarni, hamsoyalarimizni haqqiga duo qilishimiz kerak. Inshaalloh bizni duomizni Allohim qabul qiladi. Inshaalloh Allohim to'g'ri yo'lidan adashtirmasin. Bilib bilmayotgan gunohlarimizni kechirsin Allohim. Yana bir bora sizlardan o'tinib so'rayman. Alloh uchun meni kechiringlar. Iltimos qilib qolaman. Men video murojaat qilib chiqishimga sabab kechirim so'ray desam, ko'p insonlarning nomeri yo'q, to'g'risi. Shuning uchun kimning nomeri bor, WhatsApp nomeri bor, nima qilib kechirim so'radim. Yana kimdidir bilib bilmasdan xafa qilib qo'ygan bo'lsam, shu video murojaat qilib ko'ryapman. Balki kimdidir xafa qilib qo'ygandirman, o'zim bilmagan holda. Shuning uchun o'tinib so'rayman. Iltimos, Alloh uchun meni kechiringlar. Iltimos qilib qolaman. Allohim sizlarni o'z panohida asrasin. Inshaalloh butun dunyodagi bemorlarning dardiga Allohim qudratini shifoi komillar bersin. Bir xil nogironlar bor, to'g'risi ko'raman, chidab tura olmayman. Allohim duo qilaman, inshaalloh aytaman, shu insonlarni dardiga shifo bergin deyman. Bizni ikki qo'li